Bola tinchmi? Ana PUBG'ga ham kirib oldik. Bugun 11-may Real bilan Barsa o'ynaydi. Xudo xolasa Real yutadi degan umiddamiz. Bugun rank qaytaribdi-yu. Nimalar berar ekan endi bizga? Daqiqa narsa beradi. Yonida bitta o'rtog'im o'tiribdi, gapiror. Gapirmasam, gapirmaydi. Bola, kommentariyaga aydilaringizni yozib ketinglar. O'ynaymiz. Hozir sizlar bilan open case qilamiz bola. Open case qilamiz. Ozgincha open case qilamiz sizlar bilan. Propustis bilan o'taymi, propustisiz. Qani. Hech narsa tushmadi. Endi 10 talikka sotamizmi? Ketdik. Davay. Bugun Real yutsa, hozir normal narsa tushadi. Aytdim-ku, mana Real yutadi bugun bola. Real fanati bo'lsa yozib ketinglar. Bu kallasi menimcha. Kalla mana bu ikkitasini 5% ochamiz. Nima bu? Bitta otaylik. Pulimiz yetmas ekan. Endi bu yoqdan kerak emas narsani sotib olamiz. Mana shular kerak emas. Bittasini sotamiz. Yana bitta kesk bo'lsa bo'lar ekan. Butun bosh tejalab. Mana bitta o'yinni topib oldi. Obunachilarimga tashlab bermoqchiman. Kommentariyaga aydilaringizni yozib ketinglar, tashlab beraman. Mana bu ochiladimi? Yo'q, bile ochilsa вообще shotga bo'ladi. 15 ta borda ochib o'rardim. Shunchali tanga berdi jala. Bitta olmos kimga tashlasam ekan? Raymov kim edi bu? Hozir bitta nik yozaman bolalar. O'shanga tashlab uraman. Kim bo'lsa ham endi videoni ko'rganmi, ko'rmaganmi? Muhammad degan ismli bolaga tashlab beramiz. 52 dan so'ragan ekan. Bu bola kim ekan? Bitta olmos tashlab beramiz. Ana ketdi bola. Bola ona deb o'tirmanglar, men tanimayman uni. Prosi Muhammad dedim. Prosi chiqdi. Ikkinchi pul manzara. Dominator o'yiniga chiqqandim. Shunchalik narsa berishyapti. Endi qanaqa ismga montik tashlab bersa ekan? Sardor degan bola ismga tashlab beramiz. Sardorni ham tanimayman, kim u bilmayman bola. O'shanga tashlab beraman. Sardor. Mayli, Sardor nomer 1 deymiz. Sardor nomer 1. Hech kim chiqmadi bola. Sardor deb ko'ramiz. Sardor ham chiqmadi. Endi buni olib kichkinasi yozib beramiz. Hech kimga populans kerak emasmi deyman. Mayli, endi kim desak bo'ladi? Borz degan. Borz 30 so'rang. Bolaga populans shart emas bo'ldi. Endi knyazga tashlab beramiz. Knyaz nomer 1. Knyaz 1.
Niyaz bir chiqdi bolalar. Mana shu bolaga bitta motik tashlab beramiz. Mana kayf dedi-yu. Mayli, sog' bo'linglar bolalar.